Televizorlarda ozuqshunoslarning sayko'ktot va meva-chevaning foydalarini so'zlayotganligini ko'ramiz. Asli ularning butun so'zlaganlari hakim sufatining tajallisidan iboratdir. Masalan, ular qonimish uchay yo'lini tozalab, böbrek kasaliga shifo bo'ladi deydi. Ko'k burchaq bo'lsa, B1 va C vitaminlarini, oqsillarni to'liqlab, tal va ma'zi bezini kuchlantiradi. Nervi sistemasi qalaymaqonlashganlarga tavsiya qilinadi. Yong'oq shokili va posilidan qilingan dora qonni tozalab, qon ko'paytiradi. Ich surish va qo'rsoq og'riqiga foyda qiladi. O'pka va shakar kasali uchun ham ozuqliq, ham davolash rolini o'taydi. Kangar qondagi zaharni tozalab, xolesterinni tushiradi. Suydukni ravonlashtirib, qondagi shakar miqdorini tangshaydi. Qon tomir kengayib ketish va yurak kasalining oldini oladi. Yana nurg'unlagan sanab tugatkili bo'lmaydigan sayko'ktotlar va ularning foydalari bor. Mana bu hikmat va manfaatlar hakim sufatining tajallisidir. Ozuqshunoslar nimani so'zlab, nimani tavsiya qilsin, ular aslida Allohni va Allohning hakim sufatini anglatquchilardir.